Көз алдыңыздagi kichik ishlar bilan kelgusini bog'lay olmaysiz. Uni faqat o'tmishni eslaganda ko'rgili bo'ladi. Shuni siz cho'qim ushaq ishlarning kelgusi bilan bog'lanishliq ekanligiga ishonishingiz kerak. Sizning cho'qim shundoq ishonchingiz bo'lishi kerak. Mayli bu kichik ish sizning aql parostingiz bo'lsin, taqdiringiz, hayotingiz yoki sabab natijangiz bo'lsin. Chunki o'tgan ishlarning bir-biriga bog'lanishliq ekanligiga ishonganda, ondan odamda o'ziga sodiq bo'lish aqidasi paydo bo'ladi. Garchi sizning tanlashingiz boshqalarnikiga o'xshamasmi, bu sizni boshqalardan farqli qiladi. Sizning vaqtingiz cheklik. Shuni uni boshqalarning hayoti ichida isrof qilib etmang. Diniy aqidalarning cheklamasiga bo'g'ilib qolmang. Boshqalarning sizdan kutgan orzusi ichida yashamang. Tanqid fikrlarning yurak sadoyingizni besib ketishiga yo'l qo'ymang. Siz cho'qim o'zingiz yaxshi ko'radigan narsani tepishingiz kerak. O'zingiz yoqtiradigan kasb va hamromi mushuning ichida. Sizning xizmatingiz hayotingizning zo'r bir qismini egallaydi. O'zingiz qilayotgan xizmatning to'g'riligiga ishonganda, siz ondan chin qalbingizdan qanoat hosil qilasiz. Lekin faqat o'zingiz yaxshi ko'radigan ishni qilgandala ondan utuq qozona olasiz. Agar texchi topamagan bo'lsangiz, davomli izlang. Hargiz xotirjamlikka band bo'lmang. Yuragingiz va bevosita sezimingizga ishongudek jur'atingiz bo'lsin. Chunki yuragingiz Alloh burulda sizning kelgusidagi armonlaringizni bilib qo'ygan. Lekin hamma ishingizning o'ngishli bo'lib ketishini atayin. Nurg'un kishi osonla bal qo'yib yetadi. Lekin odamning irodasining qanchalik qudratli ekanligini bilamsiz. Irodaga tangdosiz chidamchanlik va elastiklik o'shirilgan. Iqtisodiy turmushi boyashat, hissiyot turmushi va sog'lomligi yaxshi bo'lgan muhitda har qanday odam baxt his qila oladi. Har qanday odam rozimanlik his qiladi. Har qanday odamning ulug'vor armonlari bo'ladi. Har qanday odamning tavranmas aqidasi bo'ladi. Lekin sizning aqidangiz, e'tiqodingiz va irodangiz siz mag'lubiyatga uchraganda haqiqiy sinadi. O'rnidan turib qayta qadam bosishga jasorat kerak. Yengilgan turibmi, ya'ni kamtar bo'lish uchun hammani tashlab qaytadan boshlash uchun jasorat kerak. Vahima orzuyingizni o'ldiradi. Vahima umidingizni o'ldiradi. Vahima odamni xarob qiladi. Vahima sizni tugashtiradi. Sizni qila oladigan ishlarni qilishingizdan to'sib qo'ydi. U sizning sezimlaringizni yo'qotadi. Har qatim kayfiyatingizda davolg'ish paydo bo'ladi. Lekin hech narsani hal qilib bo'lmaydi. Lekin har bir prinsip o'zingizga berilgan va'da. Sizning azoblanishlaringiz balkim hech narsa etganmasligi mumkin. Lekin har bir qatim irodaga kelganingizda u bir xil qasam. Sizlarning oranglardagi nurg'un kishi hozirgacha g'alaba qozonolmadi. Chunki ular baxtli hissiyotchan. Kayfiyatingiz sizga qo'mondonlik qilyotdi. Attigini kayfiyatingiz yaxshi emas, o'rningizdan turg'ingiz kelmadi. Kimning turg'isi keladi? Siz har kuni o'z orzuyingizga yuzlanmaysiz. Balkim nishoningizni 6 oydan keyinga, hattoki 1 yilga surib yetishingiz mumkin. Lekin yanada harakatga kelganingizdan asar yo'q. Qancha qatimlab keyinga chekinligingizni bilmaysiz. Kayfiyatingizni sizni kontrol qilishiga yo'l qo'ymang. Ras, biz hissiyotchan maxluq. Lekin siz cho'qim hissiyotingizni kontrol qilishingiz kerak. Agar siz uni kontrol qila olmasangiz, u sizni yavitadi. Sizning butun kuchingiz bilan otlangangiz bor. O'zingizni o'zgartirishni o'ylaganingizda u oson bilinmaydi. Agar oson bo'ladigan bo'lsa, hamma odam qila olgan bo'ladi. Lekin siz astoydil, butun kuchingiz bilan tirishsiz. Men o'zimning qo'mondoni. O'zimga qo'mondonlik qilaman. Men sirtqi kuchning meni mag'lub qilishiga, vayron qilishiga yo'l qo'ymayman. Men qaytadan boshlayman. Men cho'qim texim yaxshi bo'laman. Teximi qaysar bo'laman. Siz cho'qim qattiq irodaga kelishingiz kerak. Bu sizning yashashingizning ahamiyati. Bu degan siz erishmoqchi bo'lgan orzu, mayli u salomatlik bo'lsin, mayli shon-sharaf bo'lsin, o'z hayotingizga bo'lgan majburiyatingizni to'liq ado qilishingiz kerak. Hozirgi o'zingizni qabul qiling, hamda o'zingizning cho'qim texim yaxshi qila oladiganligingizga ishoning. Har bir kunni hayotingizning eng oxirgi kunidek o'tkazsangiz bo'ladi. Qaynoq hissiyotingiz bilan yashang. G'ayrat shijoatingizni ko'rsating. Har kuni o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ishingizni planlab chiqing. Hayotning tiniqi uzilmagicha. O'tgan kunlardagi o'ngsizliklar muhim emas. Sizning qanday ishlarga duch kelganingiz muhim emas. Eng muhimi sizning nimani qilmoqchi bo'lganingiz.
Bu yıl arzuyumni reallikqa aylantiraman. Mening endi qayt so'zligim yo'q. Men qila olmayman. Men qila olmayman. Men cho'qim qila olmayman. Meningcha chidamchanlik har bir kishi uchun intayin muhim. Bel qo'yib etmang, ikkilanmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.